Qani do'stlar, o'yinga kiramiz. Hozir kirdik. Manchester City bilan bitta komanda. Manchester City'ni tanlardim-u, keyinroq tanlayman-da. Oson tapasa direkt ayamlar uxlayapti. Ispaniya qani edi? Yo, O'zbekiston tanlash kerak. Yo, Ispaniya, O'zbekiston tanlash. Yo'q, bo'lmas. Yo, Toshkent. Qaysi komandani o'ynasam bo'ladi? Qaysi komanda? Liverpool. Yo'q, bu bo'lmaydi. Ispaniya qani edi? Real Madridda o'ynataman. Qani kim yutarkan? Bormoq bo'lib qoladi hozir. Qani Real Madrid olg'a. Uzr do'stlar, internetni o'chirish esimdan chiqib qolibdi. Yomon kun. Qani ketdik o'yinga, biz ham kirib oldik. Bismillah. Qani ketdik. Bitta suqiylar bolalar, Bappe, davay, Bappe, davay. Ya qani shtirab beringlar ey. Bo'ldi shtirab. Belingem tepadi, Belingem. Bitta suqish kerak. Uradi. Menimcha uradi. Mana taxmin bo'yicha pushka urdi. Pushka. Kim uroladi bunaqani? Pushka urdi hozir. Belingem. Gap yo'q. Valverde ketdik. Bitta suqiylar bolalar. Bappe. Urdi-yu. Uramizmi? Yo'q, gol. Mana o'sha gol. Ikkinchi golni kiritdik. Chouameni, Bappe. Qani ketdik Bappe. Oldirib qo'ydi. Mayli, Chouameni. Qani, qani. Kim uradi? Ozgina qoldi lekin. Ozginada tez gol bo'lish kerak edi. Mayli, nima deymiz endi? Ketdi Vini. Nima bo'lyapti meni komandamga? Bitta borib suqish kelishi kerak-da. Qani ketdik. Qani Rodrigo, Bappe. Voy, pushka. Zo'r gol bo'ldi lekin qoyil. Bappe respekt. Shu bilan video tugadi do'stlar.